Siz hech qachon o'z uyingizda, o'z oilangiz bagrida yolg'iz qolganmisiz? Men qoldim. Erim yonimda, bolalarim bor, lekin qalbim huvillab yotardi. Doktorlar topolmagan davoni men kutilmagan joydan topdim. Solih bobo oppoq soqolli, nuroniy chol. U menga shunchaki dam solmadi, u mening oliy qalbimni tiriltirdi. Lekin bu davo mening eng katta sirimga va eng shirin gunohimga aylanishini bilmagandim. Bugun men sizga o'zimning qanday qilib o'zimni topganim va qanday qilib yo'qotganim haqida so'zlab beraman. Assalomu alaykum, mening qadrdonlarim, Momoni hikoyalari kanalining aziz muxlislari. Erim yaxshi inson, Xudoga shukr. Uyim deydi, bolam deydi. Tong sahardan kechgacha tinim bilmaydi, ro'zg'orimiz but, bolalarim sog'-salomat. Hammasi joyida. Tashqaridan qaragan har qanday odam mening baxtimga havas qilishi aniq. Lekin ichimda nimadir yetishmaydi. Buni hech kimga, hatto o'zimga ham tushuntirib bera olmayman. Kechalari hamma shirin uyquga ketganda men shiftga tikilib chiqaman. Yuragimda allaqanday tosh osilib turganday go'yo. Og'ir, zax bosgan tosh. Ba'zan nafas olishim qiyinlashadi, boshim aylanadi, butun dunyo ko'zimga qorong'u ko'rinadi. Go'yo havo yetishmayotgandek, go'yo devorlar meni siqib kelayotgandek. Erimga aytsam, charchagansanda, xotin, ko'p o'ylanaverma, dam ol, deydi va yana uyquga ketadi. U meni tushunmaydi. U mening jismoniy charchaganimni ko'radi, lekin ruhim charchaganini ko'rmaydi. Azob berayotgan narsa ichkarida, juda chuqurda. Uni hech bir rentgen ko'rsata olmaydi. Doktor yurishdan ham foyda bo'lmadi. Nevropatolog, kardiolog. Bir uyum qog'ozga allambalo tashxislar yozib berishdi. Dorilarning esa hisobi yo'q. Ichdim. Lekin hech qanday foydasi bo'lmadi. Aksincha, o'zimni yanada yolg'iz, kasal va tushunarsiz his qila boshladim. Men kasal emasdim, men shunchaki baxtsiz edim. Bir kuni qo'shnimiz Feruza opa holimni so'rab chiqdi. Unga ham dardimni to'liq ayta olmadim. Shunchaki mazam yo'qroq deb qo'ya qoldim. U esa jilmayib ko'zlarimga ma'noli qaradi. Sizga doktor emas, tabib kerak, dedi u. Mahallamizning yuqorisida Solih bobo degan kishi bor. Dam soladilar, giyohlar bilan davolaydilar. Qo'llari juda yengil. Bir borib ko'ring, balki dardingizga shifo toparsiz. O'sha paytda bu gapga unchalik e'tibor bermadim. Tabibmi? Ha, asrda-ya, deb o'yladim. Kulgilidek tuyuldi. Lekin tunlari uyqusizlik, kunduzlari behollik jonimdan o'tib ketgandi. Oxiri nima bo'lsa bo'ldi, deb o'sha Solih boboni izlab borishga qaror qildim. Yo'lakay ming bir xayolga bordim. Qanday odam ekan? Yordam bera olarmikin? Yoki vaqtim bekorga ketadimi? Balki bu shunchaki aldovdir. Eshikni taqillatganimda ichkaridan nuroniy, soqollari oppoq, ko'zlarida allaqanday mehr va sokinlik mujassam bo'lgan bir chol chiqdi. Bu Solih bobo edi. U meni ko'rishi bilan hech narsa so'ramay jilmaydi. "Kiring, qizim. Kelishingizni kutib turgandim", dedi. Hayron bo'ldim. Qayerdan biladi? Lekin uning ovozidagi xotirjamlik meni o'ziga tortdi. Sehrlab qo'ygandek bo'ldi. Uyi juda oddiy, lekin ozoda edi. Eskicha uslubda jihozlangan, hamma joyda kitoblar, quritilgan giyohlar. Havoda turli yo'g'larning va otlarning yoqimli, tinchlantiruvchi isi anqib turardi. Meni stulga o'tkazib, o'zi ro'paramga o'tirdi. Uzoq vaqt yuzimga tikilib turdi. Uning nigohlari xuddi ruhimning ichigacha kirib borayotgandek edi. Men o'ngaysizlanib, nima deyishni bilmay yerga qaradim. "Xo'sh, qizim, aytingchi, dardingiz nima?" dedi u yumshoq ohangda. Men odatdagidek boshim og'rishini, yuragim siqilishini, uyqusizlikni aytib boshladim. U esa gapimni bo'ldi. Sekin qo'lini ko'tardi. "Yo'q, qizim. Siz menga tanangizning dardini aytmang. Siz menga qalbingizning dardini ayting. Ko'zlaringiz hammasini aytib turibdi, lekin tilingiz boshqa narsani so'zlayapti. Sizning dardingiz tanada emas, ruhda." Shu payt ichimda nimadir uzilganday bo'ldi. Yillar davomida yigilib qolgan alamlar, aytilmagan so'zlar, tushunarsiz hislar ko'zimdan yosh bo'lib otilib chiqdi.
Og'zimni to'xtata olmadim, uzoq yigiladim. Hongrab yigiladim. U esa jimgina kutib turdi. Bir ogiz ham so'z aytmadi, yigilama demadi, yupatmadi. Shunchaki mening dardimni, yigimni jimgina tingladi. Bu sukunat minglab tasalli so'zlardan ham kuchliroq edi. Men birinchi marta kimningdir meni chindan ham tinglayotganini, tushunayotganini his qildim. Yigidan to'xtaganimdan keyin u qo'liga Qur'on olib, boshim uzra oyatlar o'qiy boshladi. Uning ovozi past, lekin shunday yoqimli ediki, uning nafasi yuzimni silab o'tarkan, butun vujudimga allaqanday yengillik va xotirjamlik taraldi. Keyin uning qo'llari sekin boshimga tegdi. Uning kaftlari issiq edi. Xuddi yillar davomida yelkamda yuk bo'lib turgan tog asta-sekin erib, yo'q bo'layotganday tuyuldi. O'sha kuni uyga qanday uchib kelganimni bilmayman. O'zimni ancha yengil, xuddi yangi tugilgandek his qilardim. Erim kechqurun kelib, "Kayfiyating yaxshi-ku. Dorilaring yordam berdimi?" dedi. Men shunchaki jilmayib qo'ydim. "Ha", dedim. Unga Solih bobo haqida aytmadim. Bu mening sirim, mening shaxsiy xotirjamlik manbaim edi. Men bu sirni hech kim bilan bo'lishni istamasdim. Keyin men tabibning oldiga tez-tez qatnaydigan bo'ldim. Har safar borganimda turli bahonalar o'ylab topardim. Goh boshim og'ridi, goh belimni. Lekin aslida menga uning dami ham, giyohlari ham kerak emasdi. Menga uning o'zi kerak edi. Uning suhbati, uning donishmandligi, uning nigohlari kerak edi. Biz soatlab gaplashardik. Men unga hech kimga, hatto onamga ham aytolmagan sirlarimni, bolalikdagi orzularimni, hozirgi qo'rquvlarimni aytardim. U esa meni diqqat bilan tinglardi. U meni koyimasdi, hukm qilmasdi, muhokama qilmasdi. U shunchaki tushunardi. U menga o'zimning kim ekanligimni eslatdi. Sen shunchaki ona va rafiqa emassan. Sen ayolsan. Sen insonsan. Sening o'z hislaring, o'z dunyong bo'lish kerak, derdi u mening yo'qotib qo'ygan, kundalik tashvishlar ostida ko'milib qolgan qalbimni topdi va uni avaylab, mehr bilan parvarishlay boshladi. Uning yonida vaqt qanday o'tganini sezmay qolardim. U menga turli kitoblar haqida, inson ruhiyatining sirlari haqida, dunyoning go'zalliklari haqida gapirib berardi. Erim bilan suhbatimiz ro'zg'or tashvishlaridan, bolalarning maktabidan, puldan nariga o'tmasdi. Solih bobo bilan esa men butunlay boshqa olamga, yuksak va go'zal olamga tushib qolardim. Uning yonida o'zimni ozod, yengil, aqlli va eng muhimi, kerakli insonday his qilardim. Asta-sekin menda galati o'zgarishlar bo'layotganini sezdim. U menga nafaqat tabib, nafaqat ustoz, balki erkak sifatida ham yoqayotganini his qila boshladim. Uning ko'zlariga qaraganimda yuragim hapriqib ketardi. Uning qo'llari tasodifan qo'limga tegib ketsa, butun tanamni iliqlik qoplardi. Buni u ham sezardi, aminman. Ba'zan u menga shunday tikilib qolardiki, o'sha nigohlar ostida erib ketay derdim. Uning nigohlarida nafaqat tabibona mehr, balki so'ginch, talpinish va yashirin ehtiros bor edi. Bir kuni bahor oqshomi edi. Men yana uning huzurida edim. U menga qarab, "Bilasizmi, qizim? Siz kasal emassiz. Siz shunchaki unutilgansiz. Eng yomoni, o'zingiz tomoningizdan unutilgansiz. Qalbingiz gul kabidir. Agar unga mehr berib, so'rib turmasangiz, u solib qoladi. Men shu gulni qayta ochilishini istayman", dedi. O'sha kundan boshlab munosabatlarimiz butunlay o'zgardi. Parda ko'tarildi. Biz endi tabib va bemor emasdik. Biz bir-birining qalbiga yo'l topgan, bir-biriga tashna ikki inson edik. Uning yoniga borish men uchun bayramga aylandi. Men u uchun eng chiroyli kiyimlarimni kiyardim, o'zimga oro berardim. Ko'zguga qaraganimda u yerda o'sha eski, ma'yus, sochlari to'zgigan ayolni emas, balki ko'zlari yonib turgan, yuzidan nur yog'ilayotgan baxtli bir juvonni ko'rardim. Erim mendagi o'zgarishlarni sezmasdi. U uchun men hali ham o'sha eski, itoatkor xotin edim. Balki ko'ylaklarim o'zgarganini ko'rsa ham e'tibor bermagandir. U uchun muhimi, qozoni qaynab tursa, kiyimlari toza bo'lsa, bolalari to'q bo'lsa bas. Mening ichki dunyom, mening yuragim uni hech qachon qiziqtirmagan.
Bu befarqlik meni Solih boboga yanada yaqinlashtirardi. Men gunoh qilayotganimni bilardim. Vijdonim ba'zan qiynardi. Tunda uyg'onib ketib, nima qilyapman? Men axir turmushga chiqqan ayolman, farzandlarim bor deb o'zimni koyirdim. Lekin Solih boboni o'ylaganimda, uning yoniga borishni eslaganimda bu hislar chekinardi. U mening hayotimga rang olib kirdi. U menga yashash uchun sabab berdi. U meni o'zimga qaytardi. Nahotki bu gunoh bo'lsa? Nahotki ayolning baxtli bo'lishga, tushunilishga, sevilishga haqqi bo'lmasa, endi men uning yoniga borganimda eshikni yopib, soatlab suhbatlashamiz. U qo'llarimdan tutadi, sochlarimni silaydi. Uning har bir tegishi men uchun shifo, men uchun ibodatdek. U meni sozlar bilan erkalaydi. Shunday sozlarki, ularni erimdan 10 yil davomida biror marta eshitmaganman. Sen go'zalsan, sen donosan, sen men uchun azizsan. U mening aqlimni, fikrlarimni, ruhimni sevadi. Bunday muhabbat oldida jismoniy yaqinlik ikkinchi darajali bo'lib qolarkan. Ruhlarimiz qovushgan joyda tanalar ham tinchlik topadi. Bizning sirimizni hech kim bilmaydi. Erim ham, qo'shnilar ham, bolalarim ham. Bu faqat ikkimizga tegishli bo'lgan kichkina, yashirin va muqaddas olam. Men bilmayman, bu qachongacha davom etadi. Balki bir kun kelib hammasi fosh bo'lar. Balki men jazolanarman. Lekin hozircha men baxtliman. Va bu baxt uchun har qanday to'lovni to'lashga tayyorman. Azizlarim, hayotda shunday vaziyatlar bo'ladiki, oq va qora aralashib ketadi. Meni qoralashga shoshilmang. Avval mening o'rnimda, o'sha sovuq devorlar ichida yashab ko'ring. Mehrga tashna qalb nimalarga qodirligini faqat boshidan o'tkazgan biladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar hikoyam sizni oyga to'ldirgan bo'lsa, Momoni hikoyalari kanaliga obuna bo'ling. O'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Xayr, salomat bo'ling.